Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar azizlar? Bizni obunachilarimiz, dehqonchiliklaringiz yaxshi ketyaptimi? Bizni dehqonchiligimiz mana xodimlarimizni holati mana shu holatga keldi. Bu bizni teplitsamizni ikkinchi ekani, birinchi ekanda pomidor ekilganda, bu ikkinchi bodring ekilishi. Unchaga o'xshamadi desak to'g'ri bo'ladi. Zo'r bo'ldi deb allaganman. Uncha yoqmaydi ko'pchilikka. Mana shu bodringlarimiz Miracle sort edi, hammangiz bilasiz buni. Miracle sort ekanligini. Bu sort menga uncha yoqmadi. Yoki bo'lmasa bizni dehqonchiligimizni agrotexnikasini bilmaganligimiz uchunmi? Mana shu hosili to'kilyapti, ya'ni mana shunday qolyapti. Kalsiy yetishmasligidan bu. Adashmasam. Bo'ladi, Xudoga shukr qilamiz. Mana shuncha bo'ldi. O'zini xarajatlarini qoplab ketdi. Daromadga chiqyapmiz. Ko'p bo'lmasa-da, oz bo'lsa-da daromadi bo'ldi. Endi bundan keyin nasib Xudo xolasa, buni joyiga pomidor ekamiz. Pomidor qaysi sortidan ekishni bilmay turibmiz. Obunachilarimizdan bittasi Adriatka sortini eking debdi. Yana kimdir Alamina sortini maslahat beryapti. Seran degan sortini maslahat beryapti pomidor navlaridan. O'shanga o'ylanib turibmiz. Mana shu bilamiz. Bizning obunachilarimiz orasida kuchli dehqonlar ham bor. Kim qanday pomidor navini ekib ko'rgan, yaxshi effekt bergan, kim qanday pomidor navini maslahat beradi? Dehqonlardan iltimos qilib qolardik, kommentariyada yaxshi navni yozib ketishlarini. Shunga qarab pomidor ekamiz, Xudo xolasa. Yana bir narsa, dehqonlarimiz bizga maslahat berib yuborsa, mana shu yerimiz ham yer ostidan chiqadigan suv bilan suvlanaverib sho'rlab ketdi. Suvlaganimizdan keyin mana shunday qorayib sho'rlab qolyapti. Sho'rda bu qancha dori bersangiz ham ekinga foydasi yo'q. Dorini yuvib yuraveradi. Effekt bermaydi o'simlikka. Bunga orada bir bodringlarimizga monofosfat kaliy, bulungvardni bargidan monofosfat kaliyni kapilnidan berdik. Endi buni biroz hosilni olaylik. Buni buztaylab yerni pomidor ekishga tayyorlaymiz. Pomidor ekilishdan oldin nima ishlar qildik, hammasini YouTube'ga joylab boraveramiz. Bizni kuzatishda davom etavering. Birgalikda pomidorni boshidan oxirigacha inshaalloh nech puldan sotdik, nech pulga xarajat qildik, nima qanchaga oldik, hammasi haqida batafsil ma'lumot berib boramiz sizlarga. Va yana bir narsani reja qildim. Shu ob-havo ma'lumotlarini ham berib borishni reja qildim. Avvalambor obunachilarimizga yaxshi, chunki sovuq kelayotgan bo'lsa, misol bizning kanalimiz orqali sovuq kelayotganini xabar topsa, ekinlarini inshaalloh sovuqdan saqlab qolish bo'ladi. Imkoniyati bo'ladi.
Xudo xohlasa buni hosildorligini ko'paytirdik, ammo o'lishlar borda, mana shunday agiz bo'lib qolib. Meraklida o'zi shunaqa bo'ladi. Nechasini tashlaydi deb yozgan ekan kommentariyada bir akamiz, opamizmi. Mana shunday holatlari. Buni endi boricha ko'ramiz. Bergan hosilni mana shu dori ham sepmay qoldim. Rassom qurti tushib ketyapti. Oq pashshalariga ham bermay qoldim. Endi boricha hosilni ko'raveramiz. Chiqqanicha. Hozir sizlarga zella navini ham ko'rsatib o'taman. Zella navimiz lekin bodiringa menga juda yoqdi. Baribir buni agrotexnikasini bilmadik-da. Asta-asta tajriba almashib, tajribani ko'paytirib boraveramiz. Hosili lekin katta bo'lar ekan. Bu meraklida mayda hosil bargini orqasida ko'rinmay qolib terayotgan vaqtda qolib ketyapti. Bu lekin katta bo'lyapti. Bu kichkina deb o'ylashingiz mumkin. Kecha terilgan bular hammasi. O'pshi shu yerdan meraklidan 30 kilo, bundan 21 kilo chiqdi. Zelladan 5000, 6000 sotib keldik kecha. Mayli do'stlar, dehqonlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. O'z fikrlaringizni kutib qolamiz kommentariyada. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.